Bizda shag'i. Varisda polvon keldi marhamat. Furishdamida sayt bo'lanigi. Voy. 1 2 3 4 qarsaqsizim 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 rama. Молодец. Bitta qarsak bo'lsin. Kim bor yigitlar, kelinglar ey. 99. Kimlar? Kattalardan ham bo'lsa farqi. Kim? Misrmanki. O, buva kim? Doktor buva. Doktor buva keling. Молодец. Aktiv. Ishda ko'tarsangiz bo'l sizga. Oling. Hurmatingiz bor. Novruzchilarning dadasi, Hamidullo akamizning dadasi. Doktor buva bosing. Yeshang bitta qarsak bo'lsin endi qariyalar. Gap pulda emas. Ha, doktor buva. Yeshang! Молодец! Yeshang! Qarsak o'qirsin. Quyosh bilan shuncha tosh ko'tarishni bo'lmaydi. Yeshang! Молодец! Yeshang! Gap sizga gap yo'q. Молодец! Ey yeshang! Nima deysizlar akalar? Birinchi o'rinni shu akamizga beramiz. Sayt bilan ikkinchi o'rin, bizda uchinchi o'rin. Ko'rishmaydi yoshda 30 24 kunlar toshni o'zi ko'tarishni bo'lmaydi. Молодец bu. Rahmat sizga. Xotira beringizlar. Tosh ko'tarish marosimi ham joylashdi, hammasi bo'ldi. Ulkan taqamni davramizga tayyor qilamiz. Mulla boni ham davramizga tayyor qilamiz marhamat. Kelingizlar. Xotira. Ulkan buva keling. Doktor buva. Zotini olib, doktor buva zotini beringizlar. Sayt bo'laga ikkinchi o'rinni beringizlar. Endi doktor buva hurmati bor. Hop. Hozir. Bir minut. Tosh ko'tarishga 200 ming so'm birinchi o'ringa qo'shildi. Boymurodov Mulas aka hisobidan yana 100 ming so'm birinchi o'ringa, Boymurodov Hasan aka hisobidan 20 ming so'm birinchi o'ringa qo'shildi. Sizga beryapmiz, bir pulni bilmadim. Rahmat. Akalar, hamma tushunsin. Shu akamiz ko'tardim toshni deyapti, men deyapti, shu kurashga beraman deyapti, pulini olmayapti. Молодец akamizga bitta qarsak bo'lsin. Voy, yuzlarga kerak bu. Yuzlarga kerak. Ben pulchi qilmadim. Yashang. Lekin o'yinga
Şuna polvatının yaşı. Şu Umut Süleyman müddet olsun bu. Otomobil var. Birinci geldi ben ne buranızda alışın kekule yaptım bunu. Kafaydı oğlunu. Vallahi beni alıştıramam. Alıştır birinci ki ya da zat veriyorlar. Benim kolum çok. Rafael akamızı oğlunu birinchi anaga qo'yamiz nasib qilsa. Bo'ldi bu. Marhamat. Molla bu keling. Tavaban. Marhamat. Yani ham bayramlarimiz zo'r bo'lyapti o'rta. Молодец. Endi nima kamchiliklar bo'lsa, nimalari savollaringiz bo'lsa aytingizlar. Bo'lmasa kurashni nima qilamiz deyapmiz. Molla bir duo qiladi hammaga. O'rtoqlar, kim nima bergan bo'lsa, nima qo'ygan bo'lsa rahmat shular el uchun. Hozir birov bermading, aytmading deb yotibdi. Men bilmadim nech pul bergan, nech pul qo'yganini. Hozirgi 100 ming oila sonlari pul berilgan-ku stolga. Sizlarga rahmat shuning uchun. Ertaga mana bu uning ichiga chotir olamiz, stol olamiz. Shuni ustamga nima qilyapti? Obkalaman deb qo'yaman deyapti. Yana yangi nasibda analarga, yosh kunlarga, to'ylarga ishlatamiz. Hozir kim yordam qilgan, kim mehnat qilgan, kim nima qilgan, hamma mehnatlar uchun molla bir duo beradi, keyin olishni boshlaveramiz. Bo'ladimi? Mana norichilar bo'ldimi shunday? Ha? Shunday. Bo'pti, mana ishlamoqizlar. Maydonni yosh o'tkazingizlar. Mana shu berilayotgan pullar mana shu elimizning xalqimizning shu Borligidan, yaxshiligidan nima? Alloh taolo hammamizni bergan mana shu oz bo'lsa ham ko'pcha ko'rilib bergan mana shu nimalarga hammasi rozi bo'lish kerak. Sidqi dildan berilish kerak. Shundagina Alloh taolo u qilgan xayr ihsonlarni qilgan sadaqalarni Alloh taolo qabul qiladi. Shu sababdan mana hammamiz shu imkoniyati boricha mana shunday stollar uchun, yoki bo'lmasa mana chotir uchun mana Rustam boshchiligida yig'ishtirib olinyapti. Imkoniyatlaringiz bo'lsa berishga harakat qilingizlar, bermaganlar yana beraversa olaveradi. Shu imkoniyatingiz boricha hammangiz. Shu berganlaringiz uchun katta rahmat. Alloh taolo biringizga ming qilib bersin. Yaxshi kunlaringizga mana shu chotir nimalar ustozlar ishlasin. Xizmat qilsin. Mana ustozlarimizni kamchiligi uchun boshqa joydan olib kelib o'tiribmiz. Shu imkoniyati bo'lsa, shu yerda o'zimizda to'liq qilishimiz kerak bo'ladi. Shunga harakat qilyapti. Ey Parvardigora, mana shu qilgan xayr sanlarimizni, qilgan sadaqalarimizni Alloh taolo o'zlariga qabul eylesin. Nima ekan niyat qilgan bo'lsak, niyatlarimizga erishaylik. Qarilarimizga iymon bersin, yoshlarimizga umr bersin. Doim mana shunday yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin, yomon kunlarimizni ko'rsatmasin ey Parvardigora. Ey Parvardigora, mana shu yoshlarimiz, yigitlarimiz uylanaversin, qizlarimiz turmushga chiqaversin, ko'payib ketaveraylik. Elimiz tinch bo'lsin. Hammamizga rahmat. Mana endi olishni boshlaymiz deyapti. Endi ikkinchi navbat kurashga. Mana palvonlarimizga ham Xudo fayz bersin. Halol olishing, halol. Siz bir mana pul uchun emas. Shu mana shu yerda yildagi tomosha uchun, bir qiziqtirish uchun, bir nima bir bunday qilib yiqitdim desa, sudya halol desa, halol bo'ladi. Nima agar yo'q bo'lsa, yo'q shu. Sudyaga bog'liq. Siz borib men halol yiqitdim deb talashib yotmang. Endi sizlar hammamiz tushunadigan nimalarimiz davraga otilib chiqib, bu yiqitdi deb nima qilmang. Siz o'g'lingiz bo'ladimi, ukangiz bo'ladimi, boshqangiz bo'ladimi? Sabr qilib o'tiring. Hammasiga fayz bersin. Alloh taolo rivojini bersin. Yelkasi yer tegmagan bo'lsin, hammasi shu imkoniyati boricha. Yelkasi yerga tegsa ham bir qoqib tashlab, ikkinchi davraga chiqib ketaversin. Amin. Alhamdulillah robbil alamin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat molla buva. Olishni boshlaymiz o'rtoqlar, jigillar mana. Sham qo'yman. Rahmat molla buvamiz gaplarini inobatga olamiz.
Xo'p, hamma chiqadi bugun. 91-yillar bir davraga kelinglar-da yigitlar. 91-yillar. Hammalaringni bir davrada ko'rayin. 91-yilda kelinglar. Az yomg'ir yog'ayapti, keyin 1 soatdan keyin tezlashtirib olishni o'tkazib olaylik. Kelingizlar yigitlar. Mulla buva to'g'ri gapirdi. Hech kim chiqib kelmasin. Bayramni mana zo'r o'tkazyapmiz, bundan keyin ham zo'r bo'ladi. Hech kim bolam yiqildi, ya bu bo'ldi, o bo'ldi bo'lmaydi. Bizlar ham yiqilganmiz, yiqitganmiz. Bizlarda shoh chiqib ketmagan. Shoh ham yo'q mana. Hamma shu oddiy odammiz bizlar ham. Hech kim ma'nosi bo'lmaydi. Faqat bu kurashda zo'r ham yo'q. Zo'r faqat Alloh. Allohdan boshqa hech kim zo'r emas. Shuning uchun kurashni chiroyli o'tkazaylik bo'ldi. 91-yillar tezlashamiz yigitlar. Elbekda amallamamiz. Elbekda amallar. Maktab bolalarini asta-sekin qo'yib yuborasiz bog'cha bolalaridan. Sekin-sekin zotda aytamiz. Bari qishlab olqishlab turadi. Kelamiz. Buni Azroq muzika ham bo'lib tursin. 91-yillar. Kelinglar. Shaharda olingizlar chetga. Palvonlar, yaktak kiyib kelinglar yigitlar. O'zimiz qishloq yigitlar, kelinglar. Tezlashamiz. Bog'cha yoshidan tezlashamiz yigitlar. Tez. 3 ta para olishadi yigitlar. Yilbek domillar qo'yib yuboradi, men aytman. E'lon qilaman. Quvonchbekni davramizga tayyorlab qilar ekanmiz, marhamat. Quvonchbek ke nebara. Yilbek bu amaldagi. Rafael Palvonning o'g'li bo'ladi bu. Meni nebaram bo'ladi. Quvonchbekka bitta qarsak bo'lsin. Молодец. Chempion bo'lsin nasib qilsa Xudo xolasa mana shu bola. Молодец. Bor, yakdan kiyib olishasan sen. Olishga ham qo'yaman. Молодец. Yashang. 91-yillar. Kelinglar yigitlar. Yilbek domillar. Qo'yamiz yilbek domillar. Bog'cha bolalaridanmi, maktab birinchi sinflardanmi qo'yamiz. Tayyormi yigitlar? Tezlashamiz ey. Ob-havomiz juda mazza ob-havo bo'lyapti. 91lar aylanamiz yigitlar. Hamma har tomonga tartibni saqlaymiz yigitlar. Yilbek domillar, jo'nating. Kelamiz birinchi sinflar. Yilbek domillarga uchrash tez. Muzika sal pastroq qo'y, muzika. Yilbek domillar tezlashamiz. Davra sovuq qolmasin. Bugun haqqoniy kurash bo'ladi. Meni ukam ya akamni o'g'li demaymiz. Kim yiqsa shunga bo'ladi. Kelingizlar yigitlar. Ke. To'xta. Sen kimda o'g'li? Oting kim seni? Abduvoris ekan, senchi? Muhammad Ali, ikon zoting 20 ming. Hey, Alisher akang oldi boradi. Tez. Qarangizlar, olqishlab turamiz. Ey, yosh bolalar, chiq chetga. Singa bo'ladi. Nima aytadi? Yilbek domillar jo'natamiz yana bitta para. Qaraymiz yigitlar, video ochib bo'la. Shularni oling. Bor u yerda bor. Nima bo'ldi? Yilbek bo'g'ing bor. Yilbek bo'g'ing aytgan odam qo'yiladi bu yerga. Qaysi halol? Молодец. Zotini beringlar Shadir domla olimnikini. Kel. Mana.
Qo'yaverib bo'lgan barasa 20 ming so'm zoti ol. Halollab ol. Mendan ketmayapti, zotni katta qo'yaman ey, kelinglar. 91lar oyli 15 million 14 million charchab qolmaydi. Halollab. Kelinglar yigitlar, yana bir kim yana navbatdagilar. Ishta para Yilbek tamomlar. Yilbek tamomlar. Halalla. Beyva halal. Halalmi? Halal. 20 ming zotini beringlar buna. Halalmi halalqi? Unday motor ish qilma mayli, qilsang. 20 ming zotini beringlar. Kim zotda? Zotda kim? 20 ming zotini. Ke, ikki. Ey. Yilbek shular taqma? Ke. Kimda olasan? Oting kim seni? Ha? Diyar. Kim? Shaybek? Ay, Shaymurat Digar bor, bas. Mana o't. Tushunmadim men. Ol, halollab ol, 20 ming so'm zotim. Hop, malades. O'zimda bor zotim bor, malades. Halollab. Zotini beringlar bana. Ular kim? Rafael Quvonchbek polvon. Oting kim seni? Alisher polvon, ikon zoting 20 ming so'm, endi ona. Yana ikkita tez ishta tez kelamiz, tez. Yigitlar, bor. 20 ming so'm zoting, akanga bor. Ana. Jo'rabek, qaranglar, mana ishta ketdi, ishta bo'ldi. Halollab ol. Ol. Rafael ol. Halollab ol. Yes. Bu to'g'ri sirmaydi. Boshqa o'tdi. Yerga tushgandan keyin sirib bermayman. Nima bo'ldi bular? Halol akam, pulni beringlar. Yoshmachalar, chempionlar, hamdulillah. Ol. Quvonchbek. Halol. Vaqtini beringlar mana polvon. Tengamsen. Qilichbek. Elshod, 30 ming so'm zoting. Akanga bor, doktor bo'lgan bor. Tezlashamiz. 91lar. Yetkaztiruv. Bor. Oting kim sen? Bobur polvon. Sanjarbek. Fazil akanga bor. 30 ming so'm zoting. Ol. Bo'ldi. Ishta. Shodiqam? Shohjahon? Baladi. Farhat. Ikon zoting 30 ming obrir bo'lgan. Ol. Halollab olasan faqat. Qara, ishtadan keyingisi kerak emas. Nima bu? Zoting oldingmi? Ber zotini beringlar. Zotini beringizlar, 30 ming so'm bo'lar ekan. Malades. Qaranglar, 91-yil halollab olsin. Nima bo'ldi? Halol ekan. Ehtiyot bo'l, qara. 91lar. Sal qilib qo'y. Bo'ldi, zotingda. Kurashda bo'ladi aka. Xafa bo'lma. Astaga nonab qo'ying. Oting kim seni? Shohzod. Yig'ris, ikon zoting 30 ming. Ana doktor bo'lgan alda bor. Doktor bo'lgan qarang bu ikkoviga 30 ming so'm zoti. Olinglar. Chiroyli kurashinglar, sinib ham bo'ladi, tayyorgarlik ko'rib turinglar. Kim sen? Hoji Akbar polvon. Kim? Masrur polvon. Ikon zoting 30 ming so'm Hamidulla akang oldiga bor. Bor. Tez chiroyli olish. Davay. Kelo. Oting kim? Temirbek Oybekning o'g'li. Kamronbek Abdurahmon Ashrani o'g'li. Mana 30 ming so'm. Ana oldiga bor ana. Abrar akang oldiga. Ana chiroyli bo'lsin. Chiroyli. Xo'p. To'xtab tursa 3 ta paradan keyin olisham. Ana yoshlarni sal chitra qavonglar unutmasizlarda. 91. Faxriman. Yoshlar chiqib. Sharparam kerak emas, chiqaringlar. Sashin.
Nima bo'ldi? Temirbekmi? Temirbekning zotini beringlar. Malades Temirbek. Kim oti? Kim? Hoji Akbarning ham zotini beringlar 30 ming so'm. Malades. Omadingni bersin. Fayazbek Sardor ikonimizning nomi. Malades. Ol. Zoting 50 ming so'm. Bu ona barasan. Tez. 50 ming so'm bo'ldi. Mendan ketdimi? 91 dan ketdi. 15 million oylik olgandan keyin 91 beradi-da. Bas. Yoshlar olsin. Oting kim? Alisher Abduvaris ikon zoting 20 ming bu ona bir. Tezash. Yoshlar chiqsin, yoshlarni qiziqtirishimiz kerak. Kattalardan bu kim bu? Senin işin to'g'ri. O'qimaysanmi? Olish ekan zoting 20 ming so'm. O'ta u yoqda o't. Ha. Va bo'ldi, malades. Otanga o'xshamaysan dadalar. Qatdan topib kelsin biz. 10 ming berib bermayman ikkovga. O't. Yoshlar, aka oralashma. Olangiz tushadi. Elbek zamilaga ayting, menga e'lon qilaman. Men pulda. Ha, Elbek. Bo'ldi. Temir palvonga yaqin 50 ming. Norislarga ekan marhamat. Obid domlalar, marhamat. Yoshlar kelinglar. Ikkoga 20 ming so'm. Chalg'itmay turinglar iltimos sizlardan. Qo'ymarat. Albatta. Halollabal. O'tingizlar, o'tkir aka. Hech kim alishmaydi, mana Elbekdan boshqa hech kim alishmaydi. Elbek aytsa bo'ladi. Mana chizikdan chiqmazlar yigitlar. Halollab ol. Yana bitta parajunat Elbek. Bo'ldimi? Kattalashtiramizmi? Yo'q. Bitta bu yoqdan bo'lish kerak. Bu qayerdan bu? Qayerdan siz? Uzundanmi? Kel. İkon zaten 20 ming so'm. Ha, ana abror bo'lgan bor. Halollab olasan. Polvon. Shogirdlar shuni olib turing, g'oz kirashtirmagan aytasiz. Ey, iltimos, Chiymek polvonlar. Ey, qarang, ey. Aka, shunday chiqing. Iltimos, mana yerda kelayotgan farzandini olib kelayotgan o'g'li deb o'zi ertalab turg'izib bir kun yurtirmasdan beqob chiqib davrani buzishga harakat qilasizlar. Mayli, zotimizga beramiz deyapmiz. Bir boshdan kurashadi. Mana yerga 91lab elda o'zi mana yerda halol emasini 3 taqa yetadi. Bunaqa o't. Kelinlar, mana yerda surib tur. Katta polvonlar, sal surilinglar, zotimiz bor deb qo'yamiz. Chetdan kelganga qo'ymaymiz aytganmiz. Chetdan ham qo'yamiz, o'zimizda ham qo'yamiz. Sal mana yosh o'smirlarni bir kurashtirib olaylik, Ravshan. Ishtyapsizlar, iltimos. Bo'lmasa xafagarchilik qattiq gap qo'ymaylik. Hurmatlaringiz bilib o'tiringlar. O't bunaqa istaydi. Istaydi turqani. O't keyin men aytaman hozir nima qilish kerak. Bitta ximicha olma qo'lingga, bir-bir ur opaychasidan.
emas, hamma kurashadi. Kurashmay qolgani yo'q. O'z katta polvon kamayib boryapti. Yoshlardan asl olib chiqishimiz kerak. To'g'ri shiringiz faqat. Hozir kurashtiramiz Zokir aka, to'g'rimi? To'g'ri aytayapti, yomg'ir yog'adi deyapti. Palvonlar, men Yelbekdamanlar. Jo'nat tezlashtirib ikkita uchta para kel. Bor, zoting 30 ming so'm, doktor bo'lma bor, tez. Halollab olishsan, kel. Silikon. Jo'rabek bo'lma bor, tez. Uchta para olisha bor. 20 ming so'm zoting ol. To'xtab tur, 4 ta bo'lib ketmaydi, 3 ta. Halol. Ana shu palvonniki halol. Zotini beringlar 30 ming so'm. Halol, buniki ham halol. Ikkoniki, uchoniki ham halol. 3 ta para ketdi. Ber. Buniki 20 ming, narig'ini 30 ming so'm. O't. Hey, doktor bo'lma bor, tez. 20 ming so'm. Boradi, hammasi. Qo'yma. Qo'ya. 86-yillardan ham palvonlar baraqam marhamat davramizga sinib ham davramizga tayyorlab qilamiz. O'tirib turlarga. Mayli, xo'p, o'tirib tur, hali katta bo'lgan-ku. O'zim aytaman. Elbek palvon bilan Ilyar palvonning nomiga zot aytiladi. 400 ming so'm kiyinib kelingizlar. Tezlashamiz. Sinib ham zot qo'yaman. 1 million, 1,5 milliongacha zot qo'yaman. Kelingizlar, uyalmangizlar. Olishingizlar. Kelingizlar. Tezlashamiz, Ilyar. Tezlashamiz. Olish bo'ladi. Kel. Ilshad palvon. Yilnur palvon. Ikkoning zoting 30 ming so'm. Akangga borasan, bor. Halollab ol. Bularga qaranglar palvonlarga, Jo'rabek. Afrizbek palvon. Ha? Shahris palvon, ikkoning zoti 30 ming so'm, Abror bo'lgan bir. Pis. Halollab olish. Chaman degan mardlar bo'lsa, Elbek domlaga uchrasin. Kelingizlar, niyat qilganlar bo'lsa, 3 ta para olishadi, 3 tadan ziyod olishmaydi. Va malades, halol. Shpolvonni zoti halol. 30 ming so'm zotingda ol, kel. Haqiqiy kurash mana shunday bo'ladi. Beringlar zoti. Qosim do'stimizning nomidan 50 ming so'm davraga ekan, malades. Qosim do'stim, ullaringizga Xudo xolasa kurashlar qilib bering. Omadingizni bersin. Olinglar yigitlar. Kel, qaysin tez, yomg'ir yog'ayapti, tezlashamiz yigitlar. Sali kattalashtiramiz, yigitlar. Qozamayda o'qib ketdi-da. Qarana, obay akang oldirib ol. 20 ming so'm zotlaring bor. Ol. Halollab ol faqat. Yana bitta para beringlar, 3 ta tez. Ke, mana kattalashdi. Zoting 50 ming so'm ol. Qara Behruz. Diyar akan uzr. Qara, ikon zoti 50 ming so'm. Halollab ol. Nima bo'ldi? Halolmi? Ol zotingni ol. Cheklanmagan miqdorda zotingni ol. Kimning zoti bu? 95-yil Bezotning nomidan 50 ming so'm norishchilarni talabiga binoan. Kimlar sizlar? Shashilmaydi. 99'lar. Ikkovlaringmi? 400 ming so'm zotlaring bor, kiyinib tezlashamiz. Kel. Libara bizni, kel. Bas, yomg'ir yog'ayapti, tezlashamiz. 40 ming so'm puli bor, Jamshid qara. Rizamat oshnaning hisobidan 100 ming so'm ekan, Jamshid o'g'lining talabiga binoan ekan. Keling. Jamshidga. Jamshid. Navrizchilarning hisobidan 20 ming, 120 ming so'm Rizamat oshnaning o'g'liga. Kel. Jamshid qani? Kel. 120 ming Rizamat. Ris. Para. Davron chaqir, Davron, tez. Kelasan men iskim, tezlash.
Tiydi. Zaman taxvot tursin. 50 ming so'm zotingga Abrar akanga ber. Tus. 50 ming so'm ol. Kim? Bor. 20 ming so'm zotingga Jo'rabek akanga ber. Tus. Halallab ol faqat. Hozir qara mana ekanlar. Tezlashaylik. Halol bunaqa. Молодец. 20 ming so'm zotini beringlar. Mananikini 20 ming so'm zotini beringlar. Nima qaysi yig'itdi? Nima? Beringlar zotini. Mana zotini beringlar Hayotbek. Kelamiz. Ravshanning hisobidan 100 ming so'm aqan yuragi qaynagan bir bachchani yetalab keldi, marhamat. Oting kim sening? Javohir. Ozodbek. Ikon zoting 50 ming so'm, ha? Ana Jo'rabek, Hamidullo, qara. To'xta, halolmaso, qara banglar. Zaman o'tiribsan. Mana o'tirib tur, davrasi o'z joyi bor. Kemalarga. Ikon zoting 20 ming so'm Abarroqdan qoldi. Tez yomg'ir yog'yapti, tezlashamiz. Halol, to'xta qo'yib olay, qaranglar yigitlar. Xafaqilik bo'lmasin. Qo'yib ol. Nima bo'ldi Jo'rabek? Halol. Yana bitta para kerak-ey, yigitlar. Hozir. Qara. 50 ming so'm mana ikon zoti bos. Kirash, sozlab ol, tezlashtiramiz. Zotingda ana Hayotbek akanga ber. 30 ming so'm zotim bor. Usmonovchilar nomidan 50 ming so'm akan davraga marhamat. Hayotbek. Rahmat. Kim bor navbat? Bo'ldi nebarang bo'lsa 100 ming so'm. Rizomat hisobidan 100 ming so'm nebarasiga atyapti ekan. Kelinglar, bitta para kelmanoga, kel. Kim keladi? Kel. Ko'rish ekan. Rizomat buvang beryapti. Ko'rish. Bas. Hey, Jamshid. Buna qarang, doktor bu, qarangizlar. 100 ming so'm Rizomat buvasi berar ekan. Ravshan, qani polvoning deb keldi. Ravshan sabr tutish. Ikon zoting 100 ming so'm. Hey, Stoyik qattiq giramiz, stoyik qattiq. mantiq bu. Qaranglar, ikon zoti 100 ming so'm bor. Tezlashamiz. Tezlashamiz yigitlar. 100 ming so'm bo'ldi mana uzunlik yigitlarning talabiga binoan. Bosinglar. Nima bo'ldi doktor bu? Qaysi yigitdi? Oqma. Beringlar zotini. Bizni kattalashtiramiz yigitlar. Xafa bo'lmanglar. Tezlashaylik, kattalashtiraylik. Yuhruzbek, Shohjahon qayerdasan? Chimdan ekan. Uzundan ekan. Ikoni zoti 80 ming so'm chimman ham uzun olishyapti. Bos, doktor boy qarang, halollabasin. Ikoni zoti 80 ming. Qo'shuvchilar bo'lsa marhamat. Qo'yib olamiz. Sirma. Nima dedi? Sirma. Abdurahmonjon pulini bering, pulini. Kattalashtiryapsiz? Shoshilmang, yoshlarim olsin ekan. Xo'p bo'ladi. Ikon zoting
mingsin Fazil bo'lganda bor. Fazil qara. Halallab olish, kattalashyapti yigitlar, qaraymiz. Halallanish bolaniki. Sinib ham taqbosini yigitlar. Sinib. Kiyinib kengizara 86 nima bo'ldi? O'tirib turing. Nima bo'ldi bular aka? Halolmi, yo'qmi? Yo'q aka. Zotini beringlar. 50 ming so'm. 100 ming ekan uzr. 100 ming ber. Malades. Omading bersin. Halol buniki ham. Samedinov Baxtiyor do'stimiz hisobidan Novruzchilarga 50 ming ekan, marhamat. Bitta qarsak bo'lsin. Palvonlar 50 so'm. Mana Rizama Toshtonda ular keldi mana. Chimdan Asilbek, Jamshidbek Uzundan ikon zoting 100 ming so'm. Dadang nomidan 100 ming so'm, Novruzchilar nomidan 50 ming so'm, 150 ming so'm. Bas. Halollab ol faqat. Sen bu yoqqa chiq. Hey, baris. Halollab olish. Ishtadan keyin bitta yiqitsa keyin chiqasan. O'tirib tur bu yerga. Qo'yva, nima bo'ldi? Qo'yva. Chista bas, halollab bas. Chaq yosh bolalar chitirab turing. Xo'p. Halol ekan. Zotini beringlar 150 ming so'm. Zotini beringlar. Malades, omadlaringni bersin, bosinglar. Palvon yana bitta bir jup keling. Kel. Yomg'ir bu yoqdan uryapti bu. 100 ming so'm ekoni zoti, Jo'rabek. Ular qara, uzunni bolalari. Xo'p, o'tirib tursin aka. Navbati bilan ishtadan keyin olishtiraman aka. Mayli, kim zotini berdi-ku 150 ming. Qo'ya. 100 ming zotini ber. Bunga 50 gini berdi bular. Ya, 50 ga bergan ekan u. Zotini ber, 50 ga bergan ekan. Malades, Rizama Toshtonga ham bitta qarsak bo'lsin. Ular to'yda xizmat qilaylik, xudo olsa. Olinglar, halollab olinglar. 3 ta para olishadi. 86-yilda sinib ham kenglar, bir chiroyli zot qo'yiladi, kenglar. 89 ham kenglar, farqi yo'q, sinib kenglar. Chiroyli zot bor. Kelingizlar. 89 mi? 89, 88, 80 farqi yo'q, sinib bo'lsa bo'ldi, kelinglar. Chiroyli zot qo'yaman, 1 million qo'yaman, kenglar. Qaysingiz-anki? Qo'yva, sirma. Qara, halollab ol. Bormi bilagida kishi borlar, sinfdoshlar? Kelinglar, Xo'p, qo'yiladi, mana ishta bo'lsin. Bosma, sirma, bo'lmaydi u. Chista bas. Chistaga bas. Sirma. Jo'rabek qarang mana yaxshilar. Botir buva, zot aytasizmi? Olishasizmi? Mamarjon akani davramizga tayyorlab qilar ekanmiz, Botir qilyapti yaqin. Keling. Zot bor, keling. Mamarjon buva, keling. Keling, zot bor. Ros, Botir buva, keling. Yaktaklar kiyim qani. Olishsin, qariyalar ham olishsin, farqi yo'q. Nechta bo'ldi, para nechta qoldi? Xo'p. Ikon zoting 50 ming so'm, akangga borasan bor. Nima bo'ldi seniki? Zotini beringlar. 50 ming so'm zoti. Bo'ladi ekan. Xo'p. Shashilmay turlar, 3 ta para bering. Ikon zoting 40 ming so'm, doktor bo'lgan borasan. Chiq, doktor bo'l qara. Ramish. Halol bo'lsin, gapsiz bo'lmasin. Halollab olay. Qo'yib, halollab. Ishta
ishtadan keyin tayyorlab turinglar. Sal kattalashtiradi. Xo'p. Ikkoving tayyor tur. Tayyor tur. Halollab olamiz yigitlar, halollab. Bekzatchiyanni hisobidan 50 ming so'maqan Novruzchilarga Bekzatchiyan ularning to'yida nasibsa kurashlar bergan. Bitta qarcha bo'lsin Bekzatchiyanga. Malades, rahmat. Halollab ol yigitlar. 3 ta para olishadi. Chiroyli kurashinglar. Nima bo'ldi? Qariyalarga ham 1 million so'm bor. Kelingizlar. Sinfga ham 1 million so'm bor. Kelingizlar. Novruzchilarga Ravshan do'stimlik hisobidan 50 ming so'mqa Maraves. Ravshanga ham bitta qarsaqlar bo'lsin. Ustimga. Keyingi partiya ikkovingdagi Jo'rabek bo'g'ini borsan 100 ming so'm ol. Halollab ol faqat. 100 ming so'm. Halollab olamiz. Bo'ldi, qo'yildi. Seniki qo'yildi. Palvoning chopir, shashilmay tur. Yo, bitta uzundan, bitta chimdan, bitta oxirabatdan keyin. Shiral akani hisobidan Novruzchilarga 20 ming so'm. Shiral aka omadingizni bersin. Halol bo'ldi ana shu bolaniki. Markan nima aytadi? Qayerdan sen? Uzundan basit. Chimdan. Uzunlik polvon, chimlik polvon. Ikkovingning hisobinga Jamshid bo'lgan holda barasan. 80 bo'ladi mana. Hop. Mikrofon sal. Mikrofonni ochqizlar yigitlar. 80 ming so'm chimlik bilan uzunlik polvonni hisobiga. Tamam. Malades, zotini beringizlar. Halollab olamiz. Yana bitta ikkita polvon kattaroq yigitlari sal kattalashtiramiz. Nechta pul bu? 20 ming so'm Zafar akamizning hisobidan Novruzchilarga tovoqqa qo'yilyapti ekan, marhamat. Rahmat Zafar aka, omadingizni bersin. Kelinglar. Kel. Ey, buni kim qo'ydi? Chiqtir mana. Hech kim turmadi. Chiqtir, men o'zim qo'yaman demadim. Kel. Ikoni zoti 100 ming so'm Jamshid bo'lganda bor. Tez. Halollab olish faqat. 3tadan keyin olishadi. Barisi 3tadan keyin olishadi. Sabr. Xo'p, Rustam aka zo'rmiz. Rustam akaning ham hisobidan 100 ming so'm aqan. Rustam aka, bilan Jildamdan Rustam aka 83-yil akamiz Rossiyada turib 100 ming so'm aytayapti ekan. Malades. Rahmat, ishlaringizga omad tilaymiz. Kelamiz. To'xta. Qayersiz? Chimdan ekan. Uzundan. Nebaramiz uzundan, chimdan, oti kim? Ulug'bek polvon. Hey, mantribon oldiga borasan, ikon zoting 100 ming so'm ol. Halollab ol. Turma men. Chiq. Xo'p, yosh kattalar ham taylib qilamiz debman-ku, yaktak kiyib tursin. Nechta para? 3ta, uzr. Indamay turinglar. Olishasan sabr qilib tur. 3ta paraning zoti. Qo'shadiganlar bo'lsa kelsin. Chiroyli olish, quyva. Yerga tuzas teydimi, quydirva. Chiroyli olishsin. Halol. Yashang, malades. Bo'ladi. Halol, yashangizlar, malades. Zotini beringizlar, Palvonlar, zotini bering. Bu yoqqa keling, 91-yillar. Ha, 91. Bitta litrapga ham pulni beringizlar, mazza qilsin. Ber 100 ming so'm ber. Ber ekan. Malades. Gap yo'q. Malades.
akalarimizga Rizamat Ashraning hisobidan ham sizlarga 100 ming bo'lsa 500 ming, 600 ming so'm bo'ldi. Rizamat, pulni ber 600 ming so'm. 600 ming so'm bo'ling. Qololab olish. Ishta bo'ldimi? Doktor buva, Rizamat Ashra sizga 500 ming so'm beradi, Novruzchilarning hisobidan 100 ming so'm, 600 ming so'm. Mazza qilingizlar bugun. Bosingizlar. Halalla balamiz yigitlar. Tezlashamiz. Qo'yiba, yiqitdimi qo'yiba. Sabr tutar, ishtadan keyin. Chiroylab olishamiz yigitlar. Qon davron. Kemadan tegibdi. Davron. Bular shashilib tur. Ikkovini zoti 150 ming so'm doktor bo'lganda borasan. Halollab olasan. Ha, davron, senga balishliklar ko'p. Halollab ol. Ha, qarsak bo'lsin davronga. Qani davron. Doktor bo'l qarang, yaxshilab qarang shularga. Ha. Halollaymiz. Ozroq muzika ham bo'lib tursin. Qo'yib olamiz yerga tugan. Halollab olamiz yigitlar. Sırma. Nishiyaga umum berganlar keling zaten. Kel. Aytildi 600 ming so'm aytildi. Ikon zaten 50 ming so'm jo'rabergan qoladi bor. Nima bo'ldi? Xalq ham aytsin. Nima bo'ldi doktor bu? Yo'q ekan, olishinglar. Biz 20 ming bo'ldi, davronlarga 20 ming so'm qo'shildi mana. Olarga kengda. Aka chiqdi. Ollar akaning hisobidan manish palvonlarga 30 ming ekan, beraman deb turib qo'ymayapti. Keling. Ollar aka qilib turamiz. 91-yillarga. İkaniki 220 ming. 20 ming so'm bir ber. Ha. 200 ming so'm o'tdi bu ikki. Allar akaning hisobidan ham 30 ming ekan. Olinglar. Bas halollab ol. 200 ming so'm bo'ldi ekanligi. Shodiyar domilla oylig'im ko'payib ketdi deyapti. 500 ming so'm beraman deyapti hozir Shodiyar domilla. Ke, Shodiyar domillaga qaysing chiqasan onasi zot qo'ylar Shodiyar domilla hisobidan. Ke, qaysing kelasan? Ke. Olga kelar ekan, ke. Ke. Kim keladi? O'lim keladi. Ikkov olishar ekan. Shodiyar domilla hisobidan Oralashmangizlar, o'zlari bor, Elbek domilla. Ha, Elbek. Qara. Sen jo'natganingni qo'yaman men.
Tezlashamiz yigitlar. Qo'yaman. Ikon zaten 50 ming so'm chaqishtirgan holda bor. Kelay, yoshlarni olishtirib beray, tezlashtirib kel. İkan zaten ana. Ben bir yoqqa bor. 50 ming so'm. Al. Nima bo'ldi? Qaysi oldi bular? 91da qo'lida pul qolib ketmasi kerak. Olishinglar yigitlar. Qo'yva. Ha. Halallab olishamiz. Mana Novruzchilarni ular olishamiz deyapti ekan. Bu qaraydi. Ikon hisobiga 50 ming so'm bu oldi. Halallab olish. Nima bo'ldi? To'g'ri. Chiqibsizmi? Olasiz, bu yil ham kalbasani yaxshi yeysiz. Olasiz. Bo'ldi. Boranani. G'anshira kan oldiga bor. 50 ming so'm. G'ansh qara. Malades, Davronga bitta qarsak bo'lsin. Malades Davron. Abdurahmon oshna 100 ming so'm qo'shaman deyapti. Ke qaysing olishsin, ke. Abdurahmon buvan hisobidan 100 ming so'm olish. Turba qarang. Halallab olishamiz yigitlar. To'samirlar, qaranglar. Sal norozichilik bo'lyapti. Nima bo'ldi? Halalmi? Zotini beringlar. Oqti zotini beringlar, oq kiyimini. Jash bo'lgan holda borasan 50 ming so'm ol. Halallab ol. Yo'q o'tay. Buni zotini beringlar 100 ming so'm bo'ldi. 50 ming so'm Jamshid, eslab qolinglar zotlarini bular ilm bilayapti. Nima bo'ldi? Yo'q, sirmasin qo'yva. Halol ekan. Ravshan do'stimning hisobidan 500 ming so'm ekan. Kim kelsa kelsin 500 ming so'm ke. Ke ikon olishlar. Shuni olishtiraman deyapti ke. Ke. Ravshan. Ke. Mana bu yoqqa. 500 ming so'm Ravshandan olasan ke. Qaysing kelasan ke. Ke. 1 million ekan bitta qolsa bo'lsin Ravshan ashlarning hisobidan bos. Ikon ol. 1 million mendan ketdimi? Bos. Halollab ol. Aka mana Novruzchilar ular olishgan ekan, marhamat. Kelinglar. Ravshan, pulni tayyorlab tur, 1 million so'm bo'ldi mana shu chimlikni o'zing talab qilyapsan, kel. 100 ming so'm Nurdan akaning hisobidan Novruzchilarga marhamat. Kelinglar. Novruzchilar 100 ming so'm. Xo'p, sabr qiling. Men mana Ravshan polvonlarni ko'ring. Ravshan Palvaning olishyapti 1 million aqama Ravshan mani katta gapiryapti. Olishsin mana qamat. Olishinglar. O'zim qarayman shunga. Ravshanning puli har kimning puli emas, u Ravshan mehnat qo'yapti. Halollab ol. Nima bo'ldi unaqa Jamshid? Halolmi? Zotini ber. 50 ming so'm edi ularga. Halollab ol. Kattalashtiramiz yigitlar. Ikon. Sabr qilib hozir. Jamshid bo'lgan bor, ikon 100 ming so'm bor. Biz boramiz tezash. Ikonga nima bo'ldi? Halolmi? Qaysiniki? Ravshan omadingni bersin, Ravshan bo'lgan borasan, 1 million bo'lsin, mazza qilib ketasan. Tezlashamiz. Dilmurat. Sinib olishayotgan marhamat
500 ming so'm bo'layapti. Dilmurat akamiz. Bu ham Dilmurat aka. Sinib kelingizlar akalar, mazza qilingizlar, olishingizlar. Sherali akaning hisobidan 200 ming so'm. 700 ming so'm bo'ldi. Bas. Menga farqi yo'q. Keldingmi bosib beraman. Ruhidan do'stimizning hisobidan, akamizning hisobidan 100 ming so'm aka Novruzchilarga. 700 ming so'm Novruz klubdan 500 ming so'm. Sherali akaning hisobidan 200 ming so'm. Halol. Qo'li bo'lsa kelaversin, kim bo'lsa men qo'yaveraman. Yana 1 millionmi? Sherali aka 200 ni Novruzchilarning oldiga olib bering aka. Tezlashamiz. Ravshan 1 millionni ber, mojaro bo'lmasin. 1 millionni ber, falon qoldi. Ber. Joylashadi. Toshkentdan kelgan polvonimiz bor ekan, ukamiz. Sikaydi. Chimdan ekan, ikon zoti 100 ming so'm Hamidilla akam qaraydi. Halol. Dilmurat polvon zoti halol 700 ming so'm, 500 ming so'm bulardan olasan. Ha, Sherali akangga 200 ming so'm olasan. Bor. Halollab olishamiz. Ikon zoti 100 ming so'm, ey. Hamidilla, qara. Молодец. Nima bo'ldi? Молодец. Zotini beringlar. Ana shunday qarashinglar yigitlar. Kelamiz. Davron nima bo'ldi? Yilbek qani Yilbek? Hop. Kelamiz. Kel. Oxiratdan, Chimdan ikon zoting 400 ming so'm Hamidilla bilan qaraydi. Qo'sh. Halollab olish. Uzundan kelingizlar, sinib. Bormi? Yasha! Yillardan Dilmurat akamiz farqi yo'q deyapti, qaysisini pisam chiqsin deyapti, olishaman deyapti. Zot bor, 1 million zot bor, kelinglar. Boqi bu ham 150 ming qo'yaman deyapti, kelingizlar. Novruzchilarga chidashing. Men bilmayman uni, 150 ming qo'yaman dedingiz. Kelingizlar, ey. Nima bo'ldi polvonlar? Yaktaga tut. Kel. Yuzming zoting ol. Bor. Halollab ol. Boqi buvay o'lim olsa 150 ming qo'yaman deyapti. Nima bo'ldi Shodiyar do'li? Nibara, bu yoqqa. Hey. 30 ming so'm olsinman. Halollaba. Qo'yva, tizanladingmi qo'yva? Hayatbek.
Yosh bolalar o'nglar 91-yillar. Chitroq. Navruzchilar hisobidan 400 ming ekan. Bularga o'zlarining hisobidan 200 ming ekan. 600 ming so'm bo'ldi mana olinglar. Halolab olasizlar. Qo'shuvchilar bo'lsa aytingizlar. Yilbek domlaga uchrashinglar. Halolab olamiz yigitlar. Halolab olamiz yigitlar. Mana 650 ming so'm bo'ldi mana. Sinfdoshlari 200 ming so'm beradi, Hayitbek. Halollab olishamiz. Qarsak bo'lib tursa mana sinflarga. Ha, paxa. Halol. Zotini beringlar. Jo'rabek oldi barasan 200 ming so'm zotlandi. Jo'rabek qara, zotini hisobga 200 ming so'm zotlandi. 99larning nomidan 100 ming ekanmi? 750 ming bo'ldi bular. Hayotbek hisob qo'y. Bular beryapti pulni. Qo'yib, Jo'rabek qara, yaxshilab qara. Navruzchilar Allar nima bo'ldi? Yetdi bosh. Nima bo'ldi? Halol ekan malades. Zotini beringlar. Zoti necha edi? 200 pulingni ol. Halollab ol. Mana o'ting. Doktor bu nima bo'lyapti? Bo'ldimi halolmi, nima bo'ldi? Zotini bersinlar. Davlatbekka kelinglar, yigitlar bittan ke. Chiroyli zotibdaman. Davlat ko'rish. Filma. Kelamiz. Bo'ladi, sabr. Bo'ladi yoshlar bor. Mayli, joylashtir. Davlatbek kelamiz. Bor. Tepadagilar. Davlatbek. Kel. Asilbek nomidan 50 ming ekan. Mana ko'p. Jo'rabek qaraydi, ikoning nomiga 500 ming so'm. Ol. Jo'rabek halollab olsin. Uzundan bormi? Kenglar yigitlar. Chiqinglar, aybi yo'q buni. Olishinglar. 500 ming so'm islab qizotini. Halollab olasan. Zafar akaning hisobidan 200 ming so'm, 700 ming so'm bo'ldi. Zafar aka bering. Navruzchilarga boring. Bularning 750. 750 ular. 8. Dilmurod polvonga sinfdoshlardan kesin, 91, 92, 93, 94 farqi yo'q deyapti. Kelinglar. Ke, zot aytaman, chiroyli zot aytaman, kelinglar.
Nima bo'ldi? Hey, chiqib tashqara. Nima bo'ldi? Men o'zim ko'raman. Yili kelib. Qaysini qoladi? Halol ekan, zotini beringlar bana. 8 zotini beringlar bo'ldi. Uzunda yigitlarning talabiga bilan Matr bo'lga barasan, ikkonga 100 ming so'm bor. Halollab ol. Xo'p, xo'p. Bo'ladi. Bulardiki nima bo'ldi Jo'rabek 500 mingga? Yo'qmi? Qarachi bor, yaqin. Xalas berma. Halollab ol. Malikning hisobidan ham 100 ming so'm ekan aytalmay kelyapti meni oldima. Maliki 91 larga uchrash 100 ming so'm ekan. Ke Abdurahmon ashna ola bari ves bo'g'an oldiga bar 250 ming so'm. Chiroyli olish bor. Ol. 91 lar shunday qiynalib yapti 100 ming beraman deyapti ikoning hisobiga 100 ming so'mdan Ulug'bek tog'am hisobidan bor ana rani domlandaga bor rani bu amalda bor 100 ming so'm Ulug'bek tog'am hisobidan bitta qarsak bo'lsin aldima keldimi pul bosaman iloji yo'q buni sizdan ketmayapti halollab olasan nima bo'ldi zotini beringlar. Jo'rabek seniki nima bo'ldi? Quyivasini, qani qora yerga tushsanda ham quyivasi. Shodiyaram 1 million atayman deyapti. 1 soatdan beri achirat ola olmayapti meni oldimda. Ha. Oy. Halollaba. Malam. Obid Tamillan ola, xayrlakan ola. Ikongning hisobiga 50 ming so'm, mana akang holda borsa mandirdim. Yoshlardan ham bitsin, yoshlarimiz bizlarga ko'rinmay qolyapti. Internet o'ynayapti, nimadir o'ynab, olishsin, qiziqsin. Kattalar bo'laveradi, hammasi joylashadi. Halollab ol. Meni olishaman sizlarga. O'tirib turinglar. Meni olishaman. O'tiribdi. Qo'yvasinmi? Jo'rabek nima bo'lyapti? 500 ming nima bo'ldi? Halollab olishinglar, qiziqtirib, 500 ming olishning o'zi bo'laman. Yillik boshi ham oylik tushdi deyapti, 2 million pul qo'yaman deyapti. Tayyorlantiring yillik boshi. 86-yillarga qo'yaman deyapti. Xo'p. Nima bo'ldi bularniki? Qaysi oldi? Senmi? Pulini beringlar, zotini beringlar bularni. Oldimi? O'tirib o'qing. Muzika zapat etamiz. Bo'ladi. Yigitlar kattalashtiramiz deyapti. Mana qishloq polvonlari ham olishib bo'ldi hammasi. Kiyiningizlarda, kiyinmasalarni qanday qo'yaman men? Nechinchi yilsizlar? 97 o'ziga o'zi sotib olyapti.
Narka o'tirib tursin zotim. O'tir, mana o'tirib turgani. Joylashadi. Xo'p, 86 ham tayyor tursin. Manish polvonlar olishib bo'lsa, endi tovoq qo'yib qo'yamiz deyapti yigitlar. Bo'ldi, 100 ming so'm 90 tillar beryapti. Halollab olishsiz. Sirma, ey. Sirma qarang. Nima bo'ldi? Bil bo'g' olishsizmi, bil. Bil bilan ishlashdi. Bil bo'g'ga qo'yib tur. Halollab olishsizmi? Chiroyli qilinglar, 500 ming so'm zot o'yin pul emas. Ol sola, halollab ol. Yilbek, bildan ishlat. Bosamiz. Qarsak bo'lib tursa shu polvonlarga. Qo'yib. Tizanlab qo'yib. Yilbek qara. Bildan yaxshi ishlat. Yana bir partiya bildan ishlab bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa nechiga bo'ladi? Iloji yo'q buni. Aytiladi shashilmang. Ham tayyor tursin. Malades. Zotini beringlar 800 ming so'm. Yuzlardan 500 ming so'm, bu yoqdan 300 ming so'm. Hop, mana bitta balon bor. Narka polvonga chiqadigan yigitlar bo'lsa, kesin chiroyli zot aytaman. Kelinglar. Birinchi tovoq bo'lar ekan, marhamat. Bitta aylaning narka polvon. Kelinglar, kim kelsa kelsin. Kel. Yo'q, u bo'lar 86 ga atalgani bor. Atalgani bor. Nima bo'ldi bularga? Nima bo'layapti? Bardak bo'ldi. Riyos, ol mana qilishtinglar sal. Qanday qo'yadi? Narka polvonga kenglari, yigitlar. Chiroyli zotlar kelinglar. Yo'q, bular ikki olishmaydi. Bular ikki olishmaydi. Birodar polvonga bormi? Ikon zoting nima bo'ldi bularni? O'lindimi? O'tirtirib. Polvonchilar. İkan zaten geldik mesela yani mantar bulmuyor. Sal orta. Ciddi.
yopish orqa. Alish. O't. Alloh bektaga 100 ming so'm pulini bering. Qo'ya palvonlarni. Novruzchilar hisobidan bor 50 ming so'm. Kelaman. Xo'p. 100 ming so'm novruzchilar hisobidan, 200 ming so'm do'stlar hisobidan olinglar. Halollab ol. Tayyorlantirsin. Doktor bu, qarang mana ikkoviga. Doktor bu, qarang. Aytdi. Marka palvonga kenglar ey. Yigitlar. Marka bilan. Bu bilan ku. Sen qayoqdaman? Haqiqatan ham palvon ketdi. Kela qaysin kelsa qat uzundan bormi? Oting qilsin. Ey, qatqon. O'sha. Ko'rish. Kelay, ko'rishgani. Yigitga tezda qarmaga borma. Tezlashamiz. Yidi. Bo'ldi, kichkina palvonlarni kutgapti endi. Katta palvonlarni davramizga tayyor qilar ekanmiz, marhamat. Nechiyama? 10 ming berib oldim, norozi bo'lmasin. Kelay, boya palvon qani? Oti kim edi uni? Kel. Tezlash. Nima bo'ldi? Yo'qmi? Kelamiz, tezlashtiramiz yigitlar. Hammasi bular. Kiyinib kelsinam. Tayyormi? Oting kim seni? Josirbekka kenglar bitta palvon tezlashamiz. Josirbekka. Kurashsinmi? O'zini tengi kelsin-da bunga. Ya sen parang bor. Mana qut. Yo'q o'tdi. O'tmaydi. Qani boya palvon. Nima bo'ldi? Tezlashamiz yigit. Ural palvon. Tez bo'y. To'g'ri tushuninglar, biz zalda yurganing o'zimiz joylari bolalar. Joylari bolalar bo'lsa kesilmamda. Yo, jimbo. Sen mana buni farqi bor-da, to'g'ri tushuninglar. Kelay, Ural tezlashamiz Xo'p, olishadi. Kel. Novruzchilar hisobidan yekanga 50 ming so'm Jo'rabek bonga bor. Bor. Kelay, tezlashamiz kattalar. Zinga kenglar. Ko'rish. Qayerdasan? Chimdan Ural polvon. Qahatdan Asrar polvon ikkovini zoti 400 ming so'm. G'ani
qaraysiz. Turizmning sim chimlik bilan faqatniki ekan. Turizmning sim zoti bor, ol halollab ol. Kattalashtiramiz yigitlar, kattalashtiramiz. Kiko. Ikkonga 200 ming so'm jo'rab ekan oldi bor. Halollab olishsin. Chimlik Faqat polvonni hisobiga 400 ming so'm. Halol. Zotini beringlar. Ko'rish. 400 ming so'm zotini beringlar, chimlik polvon zotini beringlar. Endi kattalashyapti, juda chiroyli bo'ladi. To'xta, sirma. Chil bilan olish. Malades, chimlik polvon. Nima bo'ldi bular aka? Qaysi halol? Buni. Zotini beringizlar. Jasur polvon. Uzun qishloqda yigiti bu ukamiz bo'ladi. Ko'rishingda. 200 ming so'm norishlar hisobidan chetdan qo'yaman deganlar bo'lsa, kelingizlar, niyat qilib. 200 ming so'm ekan. Jo'rabek qora chiroyli olsin. Ha, va Jasurbek kelajagi bor. Jasurbek halolla bor. O'zimizning yigitlar. Nima bo'ldi ular, ey? Halolmi? Zotini beringizlar. Yildir osh. Izi pizi yo'q. Bu bilan ko'rish. Ya birovni tezlashtiramiz. Olish. Olish ki. Yildir. Ko'rish. Oli kurash. Odam tanlama. Olishsang olish. Bo'lmasam bo'lmadan olish. Tezlashtiramiz. Bosh 200 ming so'm bor ana. Mayli. Ey Jamshid akang oldi baba. Sizlar zotlar nech pul? 200 ming. Halollab olish. Ne so'zi? Yigitlar zot kattaryapti, palvonlar ham kattaryapti. Narka palvonga kelsin. Narka palvon. Sabr qilib turing. 1 minut. Qo'y, sirma. Shissaga bos sirma. Ey! Jiyan. Mana qay o'tibdir? Ey! Olishsang olish. Nima bo'ldi? Nima o'tibsiz? Men turibman-ku bu yerda. Qanday chiqdi? Olishdingizmi? Ko'rib o'tiribsizga bos, tortmada bosgandan. 200 ming ishlash bir kunga osanmi? Alaba. Bas! Malades! Nima bo'ldi? Zotini beringizlar 200 ming so'm. Yilbek Damulla qani? Palvon bering. Kes. Nima bo'ldi? Qaysi halol? Bu basalda teralyapti. Jiyan. Mana chiq. Chiq mana. Nima bo'ldi norishchilar? Zotini ber buni. Kuy kurashmi? Senga bu musobaqa emas. Men kuy ko'raman. Xo'p, 1 minut. Uzr so'raymiz 1 minut. Shashilmay turing. Iltimos sizlardan shashilmay turinglar. Var. Malades. Qani oldi bu. Haqiqatan ham yiqilgan ekan. Uzr so'raymiz. Zotini beringlar bu polvonnikini. Chunki mana ko'rildi-da. Turishinasizlar mana o'ziga mana qilaman chista yiqilgan ekan. Bitta polvon kelsin mana olga. Otingga birodar polvonga kelinglar. Bitta polvon. Birodar polvonga. Bormi? Kim bor? Sen ke.
olishmaydi o. Sen tamay turib olishmaydi ekan. Boshqa palvon kelsin. Muradulla palvonga kenglari zot aytaman, tezlashamiz. Kenarga. Narka palvonga ham kenglari. Ke, sen Muradulla palvon ke. Ke. Hey, yaktan kelib ke. Yo'qmi? 91-yilda menga 5000 ber. 5000. Ros. Tovoqda aytamiz, tovoqda. Birinchi tovoq 500 ming so'm. Keyinlar qaysi olsang jurang borinki. Olishmasa oladi. Halol bo'lsin. Ikkinchi tovog'im bor yigitlar. 500 ming so'm birinchi tovoq. Narka palvonga kenglar kim bor? Kelamiz yigitlar. Sal oshinglar-ku. Sinfdoshlarga ham bitta tovoq bor. Mayli chetga ketmasin deyapti o'qib. Sinfdoshlarga kelamiz. Ikkinchi tovoqni sinfdoshlarga qo'yamiz. Kim bor? Ke. 200 ming so'm pul berasiz, 5 ming. İkinci tovoq sinfdoshlar olishadi. Naloqtir tur. Shunaqa berilyapti ikkinchi tovoq. Sinfdoshlar 400 ming so'm ekan. Kim kelsa olsin mana. Dogovor bo'lsa-ki, ikkiga ke qaysin ko'rish. Bo'ldi. Halollab ol. Ke, narka palvonga ke bittang. Kelingizlar. Yigitlar chiqib kelamiz, siz vaqt topmaymiz, yigitlar. Aka, meni chiqib turing-da. Chiqib turing, o'zim bilaman-da. Chiqib turing. Olay mana, chetroqlari. Yana palvonlar bo'lsa olishtirib turamiz. Tovoqlar taq bo'lguncha. Tezlashamiz. Kelamiz, shu bilan. Keyin o'zing bitta ke bo'lsa. Bitta palvon kelay, Yelbek. Kalinlik palvon bor ekan. Keda seni, senki. Ke. Ikon zoting 200 ming so'm, halollab olasan, birov qaqatdan, birov o'zimdan, Jamshid akang oldi borasan. Halollab ol. Tovoqni zoti keyinlari 500 ming so'm birinchi tovoqni marka palvon oldi. Siz o'tirib turasiz. Tovoq aytaman. Ikkinchi tovoq tayyormi, yigitlar? Uchinchi ham bo'ladi hozir, hammasi o'ylashamiz. Tezlashamiz. Qaysi Ravshan? Kimga? Ravshan olishasizmi? Olishing nima farqi bor u? Joylashadi hozir. Halollab olish. Xo'p. Kalindan nasıl? Kalindan oting kim? Ha? Do'stmurod. Shimdan Bahrom palvon ikon zoting 200 ming so'm jo'rab ekan onda bor. Siz. Yashin akanola bardam bo'l. Sizlar kelinglar. Hozir. Qo'yva. Boray, Jamshid akang oldiga bor, mana ikkinchi tovoq 400 ming so'm pul bo'lgan ekan, bos. Halollab olasan. Nima bo'ldi? Halol akam, beringlar zotini. Ke. Nima bo'ldi? Jiyan. Surishman, nima bo'ldi? Jo'rabek. Qalay, bu to'y kirashsinga musobaqa emas. Zotini ber buni, chimlik polvon zotini beringlar. Xafa bo'lma, akam osmondan kelib tushyapti-ku ko'rib o'tirib. Nima bo'ldi? Malades.
Ya. O'zimizda kishilar ko'p ekan-ku, 400 ming so'm zotini beringlar bana. Malades. Zotini beringizlar. Kim? Uljan Asha. Yo'q-da. Uchinchi tovoqda mana ikinci tavak. Üçüncü tavak akan. İkincinin uzunlukları aldı. Üçüncü tavak kilamın. 300 ming so'm bo'layapti mana. Kim atın? Muradullo Palon ko'tardi. Kelinglar. Zo'rinki. Tezlashamiz yigitlar. 3 bu. 3. Sardar akamizni bir davramizga tayinlab qo'yar ekanmiz, bitta qarsamizni akamizga kel. Sardar, kelamiz. Sardar kel. Mana tovoqlar ham olishadi. Hech kim chiqmasa zoti berilardi. Iloji yo'q bular mehnat qilgan to'g'ri tushunasizlar. Harakat qilyapti. O'zimiz uzundan ham chiqsin, shunday mehnat qilsindan to'xtatib qo'yib pulini olaversin. Malades, omadlaringni bersin. Hech kim cho'qma, beringlar pulini. Zotini beringlar. Bunga 500 ming, bunga 300 ming so'm. Omadingni bersin, bor. Ke, endi o'zimizda uzun qishloqdan Sardar polvon ke. Mana. Birinchi tovoq olinib ketdi biz. Xo'p. Ke qishloqdan ke. Bittan ke. Shitdagilar xafa bo'lmaysizlar, mana tovoqni ham oldilar, hammasini oldi. Endi o'zimiz qishloqda ham bir olishtiramiz. Ke Sardarga ke qaysi sinib ketsa ke. Chiroyli zot qo'yaman. 91 zoti ko'p. Kim? Dilmurod 96 ke. Dilmurod ke. Kele, bu olish ke. Dilmurod 1 million qo'yaman ke. Ke! Taqarsangiz masaqlar 1 million qo'yaman. Bitta chit olaman, o'zimiz olaman. Ko'rish. Ol, kiyinib tezlashdi. Kurash mazza bo'ladi endi. Juda chiroyli. Bunday qo'yilasan. Shashildi. Qayerdansan? Chimdan. Kelinglar Sardar tezlashamiz. Ochilbekka bitta palvongisin 200 ming qo'yaman, kesin. Ochilbekka, ke. Qaysin kelasan Ochilbekka? Yashirakdak, sen nima? Ke. 200 ming so'm zoting bor, ke. Tezlash. Ochilbekka ke, sen. Ko'rish. Uzundan kim bor, yigitlar? Sabir akamni ke. Kurashsinmi? Oo. Kinglar 200 ming. Ke. Zot qo'yaman Ochilbekka ke. Sardorlarga 100 ming ekan. 1 million 100 ming so'm pul bo'ldi. Kelamiz Senki ana akan o'li ke. Raylantir 200 ming zoting bor sen. Kim bor? Kamol kelasanmi? Ke bir ko'r, nima bu olish bu? Kelamiz Olishsimi shu bilan? Nima qilib birov shagird shagirdamasni chaqirib kelinglar, men oldin bo'ldi.
aka nima deb yaktakka ish qiyinmi? 1 million 100 ming so'm ke. Yo, andamay turib bayroqlar olishtirib. Ke, malades Zulmurat akamiz mana. Sardor kelamiz, sizlashamiz. Sardormi? Sardor. 1 million 100 ming so'm qishloqda tovog'i hisoblanadi bu. Kelinglar. Sardor. Sizlashamiz, aka, sizlashamiz. 93 hisobidan 200 ming kimga? Novruzchilargami? Ha? Novruzchilarmi, Sardorgami? 1 million 300 ming so'm bo'ldi. Bitta qarsa bo'lsin. Kenglar, 1 million 300 ming so'm kenglar. Sardor qan Sardor, tezlashamiz. G'ani polvon ham bir aylansin, davrani g'ani polvon. Ya. O'z zoti bor-da sizning. Shuning ham zoti bor, shu polvonning ham zoti bor, qishlarimiz obiriyi. Kenglar kim kelsa kelsin, mana 500 ming so'm zot aytaman, ko'taraman, 2 millionga ko'taraman. Bo'lmasam qishloqdan ham farqi kelursa, sinib pisam kelsin. G'ani polvonga kelinglar. Tezlashamiz. 2 milliongacha qo'yaman kenglar, g'ani polvonga. Tezlashamiz. Xo'p. Sardor nima bo'ldi? Yo, bo'ldi, sinfdoshlar endi bo'lmaydi. Oxirgi Sardor bilan. Yo'q. Tezlashamiz. Seni parang kelmaydi. Bitta parang. Kelasi olishdi. Sardor kelamiz. Bitta qarsak bo'lsin. O'zimizni qishloq polvonlari endi. Juda chiroyli bo'ldi. Sardor ke 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 o'zlaringdan 1 million novruzchilardan ko'rishamiz. Halol bo'lasan o'zim qarayman, oxiri kirish bo'ladi, keyin mulobodan ovmin olamiz. Halol kirish. Chiroyli bo'l, muzika ozgina muzika beringlar. Muzika. Halol bo'lamiz yigitlar. Qarsak o'tirsin. Chiroyli bo'lishadi yigitlar. Ha! Zulmurat, yıkamayın, tur Zulmurat'ına. 1 million 300 ming so'm bo'ldi, tezlashamiz yigitlar. Ahey! Şaşırlar yigitlar. Hammasi qo'yaveramiz. Bir million 400 ming so'm Boltakani hisobidan ekan marhamat.
qilyapti. 200 ming. Hop. 1 million 600 ming so'm bo'ldi. Qani da'volar hisobidan ham 200 ming ekan. Barabar ochamiz. Bo'ldi mana 20 ming so'm. Halollalar ey. Menga farqi yo'q. Yiqitolmasang 5 mashum pulni boshqa pul berilar ekan, shuni berib beramiz, nima deysizlar? Halollar bo'lsin, bo'lmasam yo'lga beramiz, iloji yo'q. Yilga ketadi. Halollar bo'lmaydi. Davay. Ham pul qo'shadiganlaringizda ko'p yerda. Bizlashamiz. Polish. Halala polish. I can't stop. What's the move? All of it again. With the spice, you bring a friend. I'm in the trip a couple of times. You my lover, I just want to bounce. Just want to bounce. Yeah, I just said light speed in my brand new cool chain, shining just like the moon. I can't stop, like what's the move? Yeah, all I'm doing it again. With the spice, you bring a friend. I'm in the trip. 1 million 770 ming bo'ldi. Hayotbek hisobidan ham 200 ming ekan. Bizlashamiz yigitlar. Qo'yib olamiz. Hayotbek hisobidan ham 200 ming ekan. Bo'lmaydi. Ya. Bize yerga deydimi qo'yib olamiz. Halalla bo'lish. Al. Sinfdoshlar nima bilan olqish bormi yo'qmi? Ha. Bir qo'ldan keyin bilorishtiramiz. Yer. Zo'rni sherda ko'ramiz. Shashilib o'tirmaydi. Oxirgi gol bo'ladi. Bayaz bilan olishasiz. Yo, undan Güzel vaqt ketdi. Ko'rish. Halalla, oxir gol. Gol. Halallaymiz. Sardar Palvon. Malades. Zotini beringlar. Bitta qarsak bo'lsin. Yashang. Mulla bo'ladi, davramizga tayinli qilamiz. Mulla va keling. Muzikani sekinlashtiramiz yigitlar. Saklan kerak.
Rahmat mulla bobomizga da. Mana hamqishloqlar juda chiroyli kurash bo'ldi. Bunday kurash o'zi kamdan kam bo'ladi. Shomi polvonga ham mana katta rahmat. Davrani juda zo'r olib bordi. Lekin hamma shu qani qarrimi shu nima deyapti? Kiramiz. Mana qaniqarli bo'ldi hozir. Juda zo'r olib bordi. Men shuncha navozlarni ko'rib, bunday haqqoniy olib borganini ko'rganim yo'q. Keyingi nimalarda ham mana shu shomini nima qilib davrani olib borishni nima qilamiz? Polvonlarga ham rahmat. Hammasi halol va to'g'ri olish bo'ldi. Hammasini fayzini bersin. Yiqilganlar xafa bo'lmasin. Mana bu yelkasini qoqsinda keyingi Navro'zlarga yana olishga harakat qilsin. Yiqitganlarga Xudo fayzini bersin. Hammamiz yangi Navro'zlargacha sog' salomat bo'laylik. Mana shu Navro'zimiz mana shu bilan yakun topadi. Hammangizga rahmat, sog' salomat bo'lingizlar. Alloh taolo barchamizni o'z panohida asrasin. Mana shu Navro'zlarimiz, to'ylarimiz, nimalarimiz ko'p bo'laversin. Alloh taolo hammamizga fayz bersin. Allohu akbar. Mulla boboga bitta qarsak bo'lsa, mulla boboning ham salomini berib qo'yingizlar endi. Ya mulla bobo, oling. Qishlog'imizning mulla bobomi? Rahmat mulla bobomizga. Hammaga rahmat. Volbil bo'layotgan 600 ming so'm zot qo'yilgan volbilga hammani taklif qilamiz. Futbol o'ynaydiganlar futbolga marhamat. Bayramimiz chiroyli o'tdi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Mazza qilib dam olingizlar.